Mbappeni uchib kelib oyoqqa tepishini qarang. Qip-qizil karta. Men bu yerda hech kim bilan bahslashmayman. Davide ham shu fikrda. Lekini bor. Bu qizil Alavesning murabbiyi tomonidan ishlab kelingan desam ishonasizlarmi? Ha, aniq uyda mashg'ulotlarda ishlab kelingan reja. Obzorni boshladik. Uchrashuvni boshidan Alaves futbolchilari Kylianga nisbatan qo'pol o'ynab, to'psiz bo'lgan paytlarda jig'itayib yurishdi. To'p umuman boshqa joyda, lekin yo'l-yo'lakay itarib ketyapti. Keyingi holatda ham to'p hali markazdan o'tmagan. Himoyachi o'z vazifasini bajarishga kirishdi. Mbappe bilan urushni boshlayapti. Va kamga o'zini jertva qilib ko'rsatib, dumalayapti. Endi boshqa himoyachi orqadan jig'iga tegmoqda. Maqsad Kylian asablarini buzib, tinchgina nafas olishga ham bermaslik. Endi mana qo'pollik Kylian sabrini to'ldirdi. Har 5 minutda sizga ham shunaqa ish qilib turishganda, siz nima qilgan bo'lardingiz? Mbappe dastlab hakamga murojaat qildi. Hakam o'ynash ishorasini ko'rsatdi. Bu esa Kylian asablarini battar ko'tarishiga sabab bo'ldi. Ok, o'ynash kerakmi? Masalaga hozir qanaqa o'ynash kerakligini ko'rsataman. Karlotaga shuncha muammo kamlik qo'yotganda yana bittasi qo'shildi. Agar chetlatish 4 ta o'yinga cho'ziladigan bo'lsa, Klasiko ham Mbappesiz o'tadi. Endi Alavesning ayyor murabbiyga qaytsak, bu tuzoqni katta ehtimol Viniga tushgan edi. Lekin Vini asosiy tarkibga tushmaganda, Pritsenni Mbappega ko'chirgan bo'lsa kerak. Unga meni bir og'iz gapim. Bu dunyo qaytar dunyo. Nimani eksang shuni o'rasan.